Bu videoni srochno Shopir akalarga tashlab qo'yinglar. Kartadan qiynalayotgan akalarga mana foizda mana bu paynet kartaga kirasizlar, keyin telefon nomerlaringni terasizlar. Paynet kartasiga ulangan nomerni terasizlar. Keyin 5% komissiyasi 0 mana. Komissiya 0. Qanday paynet 5000 to'ldirdim ko'rsatish uchun. Aha, bo'ldi. To'ldi. Keyin telefonlaringni olasizlar. Paynet ilovasiga kirasizlar. Ha. Tak. Keyin skanerga o'tib turib, mana skanerga o'tib turib, mana bu yerda skaner qo'ysangiz, chiqadi. Mani mashinam 4-kolonkada turibdi. 4-kolonkani belgilab, qancha bo'lganini kassadan so'rab turib, shuni so'mmani terib olasizlar. Bo'ldi. Keyin o'tib ketadi. To'g'ri qancha bo'ldi aka? 104.100. 400 ha? 100 Bo'ldi, xo'p bo'ladi. 104.000. Aplat qilasizlar. Bo'ldi. Ha, keyin paynet kartani tanlab olish kerak. O'tdi. Aka o'tdi. Xo'p bo'ladi, rahmat. Sog' bo'ling.